Shu 6 ta odatdan bittasi sizda bo'lsa, motoringiz o'lishi aniq. Motor moyni vaqtida almashtirmaslik, moy eskiradi, quyiladi, o'z xususiyatini yo'qotadi. Ichki detallar, kalenvar, porshon quruq ishlaydi. Oqibatda motor yemirilishi, ovoz chiqarishi, даже zaklint qilishi mumkin. Suv motorga mashinani haydab ketish, moy pastda bo'ladi, yaxshi aylanmaydi, metal detallar toraygan bo'ladi. Zarari porshon silindr devorlari chiziladi, benzin rasxod oshib ketadi. Sifatsiz yoki noto'g'ri benzin quyish, aksana bas benzin motorga vibratsiya beradi. Zarari injektorlar kuyadi, klapanlar ishdan chiqadi, zaslonka to'lib, nasosga musor yig'adi. Motor havo filtrini vaqtida almashtirmaslik, motorga qumchang, primoy kiradi. Zarari silindrlar chiziladi, datchiklar buziladi, motor kuchi kamayadi. Antifriz dalivga qilib turmaslik, sovutish suyuqligi kamayadi, motor qizib ketib, harakatga kuyadi. Katta оборотda qiynab haydash. Zarari motor katta nagruzkada ishlaydi, moy tez qiziydi, detallar qiynaladi. Sep bilan remellar cho'ziladi, gilza va porshonlar yeyiladi. Motor umri qisqaradi. Motoringiz uzoq xizmat qilishi uchun shu 6 ta zararli odatni yo'q qiling. Like bosib obuna bo'ling.